Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir erkakni bir necha kishi kaltaklaganligi haqida video tarqaldi. Biz esa holatga aniqlik kiritish maqsadida voqea joyiga bordik hamda jabrlanuvchi bilan suhbatlashdik. Qo'shnim hovlida turadi, biz domda turamiz. Bu yerga musor taylama deb nima qilgandik, ustalariga gapirgandik. Bular ustalari borib nimaga aytgan qo'shnimga. Musorga domniki ekan, bu yerga tashlamash mumkin emas ekan deb aytgan ekan. Bular jahli chiqib, bu yerga xo'jayinmi deb meni ko'rib qolib gapirdi. Ma'lum bo'lishicha, holat joriy yilning 23-iyul kuni soat 20:10larda sodir bo'lgan. Samarqand shahrida yashovchi 1991-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining 1974-yilda tug'ilgan qo'shnisi bilan o'zaro tortishib qolib, o'rtalarida janjal kelib chiqqan. Oradan bir soat, 2 soat o'tdi. Bu yerda 20:10larida telefon qildi, chaqirdi, oldi bitta bola bor ekan. Aytibdi-ki, sen bu yerga xo'jayinmisan deyapti. Sen meni amakimga nima gapirding sen deyapti. Men hech nima gapirganim yo'q. Prosta bu yerga ustalarga aytdim, musor taylamanglar. Sen bu yerga xo'jayinmisan deyapti. Keyin meni mashinasiga tortib borib, o'tkazib olib ketmoqchi edi. Men qo'ymadim. Unisi bilan gaplashayotganimda bunisi kelib urib nima qilib tayladi-da. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.